Tarixning savoqlari. Davomi. Tayyorlig'uchi Erkin Sidiq. 2024-yil 3-avgust. 6. Din va tarix. Dinda naiti gumonlanadigan tarixchimi dinga hurmat qiladi. Bundaq bo'lishining sababi u tarixchining har bir zimin va har bir davrda dinning unum berganligini va dindan ayrilib yashash mumkin bo'lmaganligini tushunganligidandir. Baxtsiz, azob-uqubatlik, yaqin kishisidan ayrilib qolgan va yashangan kishilarga din har qanday tabiiy yordamdan qimmatlik va millionlagan kishilar tarafidan qadrlangan ilohiy huzurlikni elib keldi. Din ota-ona va o'qituvchilarning bolalarni muvofiq tarbiyalashiga yordam qilib keldi. Din eng töven darajalik mavjudiyatlarga ma'no va g'urur ato qilib keldi. Hamda kishilar o'rtasidagi ahdinomalarni inson va xudo o'rtasidagi munosabatga aylantirish orqali muqimlikni kapolatga ega qilib keldi. Din kambag'allarning boylarni o'ltirishini to'sdi. Ko'plagan kishilar insonlar o'rtasidagi tabiiy barobarsizlikni nomrodlik va yengilish keltirib chiqargan deb qaraydigan bo'lib, faqat ba'zi ilohiy umidlarla kishilarning yomon yo'l tutishining oldini olib qoldi. Agar undaq umid vayron qilindikan, sinfiy kurash kuchaydi. Jannat bilan utopiya, ya'ni xiyaldagi eng go'zal makon bir quduqdagi ikki chilakka o'xshash bo'lib, birsi ostiga cho'kadigan, yana birsi ustiga chiqadi. Din ojizlashganda kommunizm kuchaydi. Dastlabida din bilan axloq o'rtasida hech qanday bog'lanish yo'qdek ko'rindi. Haqiqatanmi xudolarni eng dastlabida vujudga keltirgan narsa vahima bo'ldi. Ya'ni yer yuzidagi, daryolardagi, dengiz okeanlardagi, o'rmonliqlardagi, shamol bo'ronlardagi va osmondagi yoshurun kuchlardan paydo bo'lgan vahimalar xudolarni vujudga keltirdi. Din kishilar qurbonlik berish, qurbonlik qilish, afsun o'qish va duo qilish shakllari bilan shu yoshurun kuchlarga sajda qilib, bundaq jarayon ko'ngliga tasalli topadigan narsaga aylandi. Faqat poplar mushundaq vahimalardan va diniy murosimlardan axloq va qonunni qo'llash yo'lida foydalanishga boshlagandan keyinla din davlat uchun ham kam bo'lsa bo'lmaydigan, ham davlat kuchiga raqib bo'ladigan kuchga aylandi. Shuningdan keyin din kishilarga yerlik axloqiy qoidalar va qonunlarning hammasi Xudoyimdan kelgan deyishga boshladi. Shuningga moslashgan holda har bir davlat o'zining yerlari va kirimlarini poplar bilan tang bo'lishdi. Ba'zi isyonchilar dinning axloqni kuchaytganligidan gumonlanadiganligini bildirdi. Sababi din hukm surgan davrlarda axloqsizlikmi tang rivoj topdi. Haqiqatanmi shahvatparastlik, aroq ichib mast bo'lish, qo'pollik, pixsiqlik, samimiyatsizlik, o'g'irlik, bulangchilik va zo'ravonliklarning hammasi o'ttir asrdimi mavjud bo'lgan. Ammo axloqiy qalaymaqonchilik 500 yilga so'zilgan vahshiy odamlarning tajovuzchiligi, urush va iqtisodiy vayronchilikdan kelib chiqqan bo'lishi, xristianlar axloqiy poplarning nasihatlari, avliyo o'rnaklari hamda kishilarni tinchlantiradigan va ittifoqlashtiradigan diniy murosimlar bo'lmagan bo'lsa, siyosiy tartibsizlik texmi ig'irlashib ketgan bo'lishi mumkin edi. Cherkovlar davlat uchun xizmat qilgan bo'lsa-mu, axloq huquqdan ustun turadigan bo'lg'achqa, cherkovlar davlat hokimiyatidan ustun turadiganligini jakarladi. Cherkovlar kishilarga yuqori darajalik samimiyatlik tarafidan cheklanmagan vatanparvarlik kishilarni pixsiqlik va jinoyatga ilib bordiganligi haqida ta'lim berdi. Cherkovlar o'zlarining ilohiy manbasi va ruhiy hukmronlik o'rnini ta'kidlab, o'zlariga xalqaroliq sud bo'lish salohiyatini berdi. Hamda barliq hukmdorlarning axloqiy jihatdan cherkovlarning qo'l ostida bo'lish tuzumini o'rnatdi. Ammo yuqorqidek hayvatlik g'oya, millatparvarlik, ishonmaslik va inson ojizliklari tarafidan vayron qilindi. Cherkovda ishlaganlar ko'pincha vaqtlarda taraf tutadigan va pora yeydigan kishilardan bo'lib chiqdi. Fransiya boyliq va nupuzda kuchayib,
pop huquqini özünün siyasi quralığa aylandırdı. Padişahlar naiti güçlünüp, burun İsa peygamberinin buyruğunun qollışığı erişip gelgen poplarni bekar qılıp təleydigan boldu. Çerkavlar xuddi taqvadar məşhur şəxslərə, yalğan rivayetlərə və gumanlıq möcüzlərə baş əkkəngə oxşaş paralağımı dümçüşdü. Huquq dərəcə tüzümü özünün diqqətini əxlaqqa qaraganda özünün toğırlığını isbatlaşqa bəkrak qartıb, çoğ təkşürüş organi çerkavlarni intayın iğir dərəcədə rəsva qılıvetdi. Çerkavlar bir tarafdan tinchlikni tashabbus qilib, yana bir tarafdan Fransiyaning 16 asrdagi diniy urushlari va Germaniyaning 17 asrdagi 30 yillik urushlariga maxfiy holda yordam berdi. Çerkavlarning zamonaviy axloqni taraqqiy qildirishda o'ynagan roli odatdagidek bo'lib, qulluq tuzumni bekor qilish bilan cheklandi. Bu xil ahvol faylasoflarning insonparvarlik harakatlarida yetaklash rolini elib, bizning zamonimizdagi yomonliklarni azaytishga yo'l ochdi. Tarix mundaq bir ishni jazmlashtirdi. İnsanlarning bir mo'jizaga boy, sirg'i boy va rivoyatlarga boy dinga ehtiyoji bor. Tarixda cherkov rasmiyatlaridagi, pop kiyimlaridagi va bosh ruhoniy obrazlardagi qisman o'xshamasliklarga yo'l qo'yildi. Lekin çirkavlar səbəbləşdiriş arqılıq özgərtkili bulduğan dini təlimatlarını özgərtişkə qat'iy cürət qılalmadı. Bunun səbəbi heliqidək özgərtişlər ümidi ilhamlandırışqa və təsəlli berdiğan qalb mənzirlərə bağlanğan milyonluğan kişilərni terik türətdi yoki reallıqqa qaytırətdi. Şunlaşqa din bilan falsafani o'zaro yarashtirish uchun faylasoflar cherkovlarning axloqdagi rolining o'rnini oladigan boshqa narsa yo'qligini e'tirof qilmasa bo'lmaydigan, diniy va axloqiy erkinlikni poplar e'tirof qilgan shaklda yo'lga qo'ymasa bo'lmaydigan bir xil ahvol mavjud bo'ldi. Tarix Xudoga bo'lgan iymonni qo'llamdi. Ilova. Kitobning mushu yerdagi bir muhim jumlani ishlatmadim. Agar inglizchani bilsangiz, eng yaxshisi kitobning mush yerini aslidagi inglizcha kitobdan o'qib qo'ying. Biologiyaning boshqa qismlariga o'xshash, biologiyaning tarix qismimi hayot qilish kurshida zamon va makonga eng moslashgan individuallar va gruppalarning tanlandiganligini, yaxshilikqa yaxshilik bilan javob qaytarilmaydiganligini, o'ng'ussizliklar keng doirada mavjud ekanligini, eng oxirgi sinoq yanala o'zini saqlab qilish qobiliyati ekanligini qo'llaydi. Jinoiy ishlar, urushlar va insonlarning vahshiyligidan boshqa yer tavrashlar, qor bo'ronlar, odam o'ltiradigan yoqimli kasallar, toshqin suv to'lqinlari va Xudo keltirib chiqargan hodisalar inson va hayvonlarni vayron qilib turdi. Har xil dillar o'zlarining agashkuchilariga eng oxirida yaxshi ruh utib chiqadiganligini ta'kidlab keldi. Әмма тарих buningga kapolatlik qilib baxmadi. Tabiat bilan tarix bizning yaxshilik va yomonlik haqidagi tushunchalarimizni qabul qilmaydi. Ular hayot qilolganlarni yaxshi, g'oyib bo'lganlarni bo'lsa yomon deb hisoblaydi. Koinot İsa payg'ambarni Chingizxondan yaxshiroq ko'rish tarafga eg'ib ketmaydi. İnsanlar özlərinin kainatdakı o'rnining naqadar kichik ekanligiga bo'lgan tushunchisinin eshishiga agishib, ularning diniy e'tiqodimi ojizlashib mangdi. Bundaq bir cho'ng o'zgarishning vujudga chiqishiga ilm-fan va tarixdan boshqa yana nurg'un ishlar sabab bo'ldi. Eng dastlabida, ya'ni 16 asrda Yevropada Roman katolik cherkovidan ayrilib chiqadigan Protestant Reformation deb ataladigan diniy, madaniy va ijtimoiy harakati boshlandi. Uningdan keyin nurg'unlagan isyonchi guruhlar va o'zaro ziddiyatlik aqidalar ham muqaddas kitoblarga, ham mustaqil sabab analizlarga murojaat qildi. Uningdan keyin Injilga qarshi yuqori darajalik tanqidlar o'tirg'i chiqib, hashamatlik diniy kutubxonalar osonlik xatolashadigan odamlar qilgan chala xizmatlarning natijasi ekan degan xulosani chiqardi. Uningdan keyin Angliyada tabiiy e'tiqodchilik harakati elib berilib, dinni bir tabiatdan farqlantirgul bo'lmaydigan Xudoga bo'lgan mujmal cho'qinish degan darajaga tushirib qo'ydi.
Uningdan keyin kishilar boshqa dinlar bilan tadrijiy holda tunishib chiqib, xristian dinidan burun paydo bo'lgan boshqa dinlarning rivoyatlari o'zlarining burun butunlay pokitlarga asosan vujudga kelgan deb qaralgan tabliğlar bilan o'pma o'xshash ekanligini payqadi. Uningdan keyin katolik dinidagi mo'jizlar va Injil mo'jizlarining haqiqiy qiyofati echib tashlanib, diniy tarixdagi aldamchiliklar, tekshirishlar va cho'ng qirg'inchiliklar pash qilindi. Yevropada yana bir qator din va Xudoni o'z mohiyati bo'yicha to'g'ri tushunish harakatlari elib berildi. Uningga ilm-fan va texnologiyaning misli ko'rilmagan muvaffaqiyatlar qo'shilib, kishilarni insonlarning hammaga qodir ekanligiga ishontirib, odamlarni osmonning ilohiy buyruqiga jang e'lon qiladigan qildi. Ma'lum ma'nodan ilib aytganda, xristian dini o'z aqidasiga qarshi ish tutib, o'zining agashkuchilarini an'anaviy aqidashunoslik nazariyasidagi mehribon xudo tushunchasi bo'yicha qabul qilg'ili bo'lmaydigan axloq o'lchamiga ega qildi. Do'zax haqidagi ideya o'qigan kishilar hatto cherkov munbiri nasihatchilarining kallasidanmi g'oyib bo'ldi. Sanoat inqilobi oxiri xristian din qurilmalarining o'rniga dindan xoli qurilmalarni dastishdek natija ilib bordi. Bugun ko'plagan kishilar davlat hokimiyati aqidashunoslikdan keladigan yordamlarning hammasini bekor qilishni istaydi. Burunqi kishilar qonun degan xudoyim tanlagan podsholarning farmonlari deb qaragan bo'lsa, hozirgi kishilar uni osonlik xatolashadigan kishilarning bilmay turib chiqargan buyruqlari deb qaraydi. Burunqi kishilar o'qish degan xudoyim vujudga keltirgan poplag'ili tava narsa deb qaragan bo'lsa, bugungi aqida arg'amchilarini kesib tashlagan va aqida vahimalarni yiroqqa cho'rib tashlagan ayollar uchun o'qish bir majburiyatga aylandi. Kishilar o'qish orqali sababga va qoyil qilishga tayinib, yosh o'smirlarni tarbiyalab, ularning faqat soqchilardan qo'rqib, ishlarning sabablarini tepib chiqishni mangu o'rganolmaydigan holatini o'zgartdi. Burun universitetlar cherkovlarga bog'langan bo'lsa, hozir savdo korxonalar va olimlar bilan birlashib ish ilib boradigan bo'ldi. İlahi təbliğ və əxlaq tüzümlərini, kişilərinin mengisiga singdirish jarayonini vatanparvarlik, kapitalizm yoki kommunizm tashviqotlari oldi. Diniy muqaddas kunlarning o'rnini bayram kunlari oldi. Burun yakshanba kunlari diniy ibodat uchun sarf qilingan bo'lsa, hozir undaq kunlarda teatrxonalar kishilarga liq to'lib, cherkovlarning yerimi quruq qoladigan bo'ldi. Minglagan alomatlarning ko'rsatishicha, hozir xristian dini burunqi Gretsiya diniy sofizm va Gretsiya yoritish harakatidan keyin duch kelgan eng zo'r chekinish bilan o'xshash taqdirga duch keldi. Katolik dini o'zini saqlab qilyotidi. Buning sababi u tafakkurga, umidga va oqilanlikka murojaat qildi. Uning rivoyatlari kambag'allarning hayotiga tasalli berdi va uni umidlantirdi. Katolik dini ziyolilar dunyosi bilan bo'lgan bog'lanishni qurbon qilayotganlik sababidan hamda dindan xoli ma'rif va adabiyot bilan uchrashishi sababidan barg'ansiri ko'p kishilarning katolik dinini tashlab o'tishdek ahvol yuz beryotidi. Ammo katolik dini boshqa dindagi sababning aniqsizligidan zerikkan hamda cherkovlarning ichki qalayimqanchiligini va kommunizm do'lqinini oxirlashtira oladiganligiga ishongan kishilarni o'ziga jalb qilib, ularning dinini katolik diniga o'zgartirish unimiga erishyotidi. Agar yana bir cho'ng ko'lamlik urush g'arb madaniyatini vayron qilib o'tadigan, xuddi milodiy 476-yildagiga o'xshash shaharlarning vayron bo'lishi, namratlarning tarqalishi va ilm-fanning xorlanishi cherkovlarni hayot qilgan kishilarning qalbida birdan-bir umid va yo'l ko'rsatuvchi manba qilib qo'yishi mumkin. Tarix savoqlarining biri shuki, dinning jini ko'p hamda uning qayta tirilish odati bor. Ya'ni tarixda xudoyim va din ko'p qitim o'lib, yana ko'p qitim qayta tug'ildi. Masalan, 19-asrdagi Amerikada davlat qurg'uvchilarning ratsionalizmning o'rnini diniy gullanish oldi.
Tarixda bastırış bilan sezimlər və istaklarning ifodalanishi bo'lgan purtanizm və dinsizlik növbət bilan o'zaro reaksiya qaytarib keldi. Qonun ajizlashib, ijtimoiy tartibni saqlash vazifasi axloqning zimmasiga tushganda din və purtanizm hukm surdi. Qonun və hökumət dövlətning muqimligiga daxli yetkazmagan asosda cherkov, oila və axloqlikning pastga qarab menishiga yo'l qo'ygan vaqtda dindan gumonlanish və dinsizlik olg'a qarab ilgariladi. Bizning hozirgi davrimizda davlatning qudrati yuqorqi bir qancha kuch bilan birlashib, e'tiqod va axloq o'lchimini tuvallatadi hamda dinsizlikning tabiiy o'zgarishiga yo'l qo'ydi. Bizning hamma narsamizning haddidan tashqari mo'l bo'lishi ehtimol yana yangi bir reaksiyani vujudga keltirishi, ya'ni axloqiy qalaymaqonchilik dinning qaytadan gullanishini paydo qilishi va dinsizlar bolalariga diniy qoida tuzumlarni o'rgatish uchun ularni katolik diniy maktablariga berishi mumkin. Renan 1866-yili axloqlikni vujudga chiqarish uchun din bo'lmas bo'lmaydi degan yakunni chiqardi. Tarix mushundaq yakunni, ya'ni tabiiy axloq bak ojiz bo'lib, vahshiylik madaniyat ichiga yoshirinib olib, bizning tushlarimizda, jinoyatlarimizda va urushlarimizda o'tirg'i chiqadi degan yakunni isbotlamdi. Bu savolga Yusuf Meystar mundaq javob bergan. Mən bir kazzab adamның yürəkining qandaq bolduğanlığını bilməyman. Amma mən bir səmimi adamның qalbida nima barlığını bilaman. O intayın qorqunuşluq. Bizning davrimizdan burunqi tarixda dinning yordamiga erishmay turibmi, jamiyatda bir axloqliq hayotni muvaffaqiyatli saqlab mang'alganlikning kuchli misoli mavjud emas. Fransiya, Amerika va boshqa bir qism ellar davlat hukumatini barliq cherkovlardan ayirib etdi. Әмма ijtimoiy tartibni saqlashda yanıla dinning yordamiga murojaat qilib keldi. Faqat bir qancha kommunistik davlatlarla o'zlarini dindan butunlay ayirib qolmay, ular yana dinning yordamini butunlay inkor qildi. Rossiyada bu xil sinoqning aniq holda va vaqtincha muvaffaqiyatli bo'lganligi u davlatdagi xalqning hozircha kommunizmni bir xil din sifatida qabul qilganligidan. Kommunizmni chirkavning o'rnidagi rohatlik va umidning manbasi qilganligidan bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar sotsializm hokimiyati xalq ommasining nisbiy nomrodligini yo'qotish ishida mag'lub bo'ladi ekan, bu yangi din o'zining jalb qilish kuchi va unumini yo'qotib, davlat hokimiyati ilohiy e'tiqodlarni, noroziliklarni besiqtirishning quroli sifatida asliga keltirishi mumkin. Bu xuddi Durantning deganidek bir ish. Nomrodliklar mavjud bo'lib turdikan, Xudoyimlarmi mavjud bo'lib turaverdi. Oxirgi so'z. Men mazkur maqolaning kirish so'z qismida qisqacha tunishtirgan Tarixning saboqlari degan kitobda jami 12 bob bor bo'lib, men yuqorida uning ichidagi 6 bobning o'zim tanlagan mazmunlarini tunishtirib bo'ldim. Shuning bilan men Davr va biz 2024 degan kitobga kirgizmoqchi bo'lgan hamda bu yil 9-oyda İstanbulda o'tkaziladigan İstanbulda 20 leksiya 2024 degan faoliyatga leksiya qilib so'zlamoqchi bo'lgan mazmunlar mushu yerda oxirlashdi. Mening hozirgi planim mazkur kitobdagi qolgan 6 bobdagi mazmunlarni kelar yillik faoliyatlarga ulgurtib, Uyg'urcha maqol qilib yozib chiqish hamda puturgan qismlarini ijtimoiy taraqqiyotga uturliq chiqarib turish. Mazkur kitobning bət soni az, ammo mazmuni intayin ig'ir bo'lib, uningda ham nihoyatda ko'p odam, makon va voqealar misol qilib ko'rsatilgan. Ularni uyg'urchalashtirish oson emas. Uning ustiga vaqtim bak cheklik bo'lg'achqa, kitobdagi mazmunni uyg'urcha maqol qilib yozib chiqqanda, ashundaq misollarning ko'pinchisini qisqartib etdim. Şunu mən inglizcə bildiğən oqurmanlarga mazkur kitobning inglizcha nusxasini kam deganda bir qatim astoydil o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Mən mushu maqolani tamomlash jarayonida meni yaqindan qo'llagan, menga yordamda bo'lgan hamda menga ma'naviy jihatdan ilhom va madad bergan barliq qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman.
Bo'libmi mazkur maqolaning hamma qismini tahrirlab, ularni Uyg'ur arab yezig'iga o'zgartib bergan fidokor inimizga hamda maqolani o'qib, ovozliq hujjat qilib tayyorlab, ondan uni video shakliga akilib bergan Parizat G'ayrat singlimizga alayda rahmat aytaman.